Lezbiyankalar va geylar. Keling, shu mavzu bo'yicha bugun biz gaplashamiz. Men Azizova Sabina Fatahovna, defektolog, logoped, psixolog. Hozirda lezbiyankalar va geylar afsuski ko'payib ketyapti. Keling, shu sabablarni biz birga bilib olamiz. Birinchi sababi, bolaga tarbiya berish kerak. Ikkinchisi, otasi qiz bolaga ko'proq e'tibor berish kerak. Malikaxon sifatida ухаживать qilish kerak. Uchinchisi, onasi hech qachon qiz bolaning yonida otasi to'g'risida hech qanaqa yomon narsalarni aytish kerak emas. Sani ading yomon, sani ading alkash, hamma erkaklar bir xil, hamma erkaklar yomon. Shunaqa aytish kerak emas. To'rtinchisi, erkak kishi otasi o'zini bolasini har doim o'zi bilan olib borish kerak. Futbolga misol uchun, bozorga, har doim onasiga qanaqa e'tibor berish kerak, ayollarga qanaqa ухаживать qilish kerak, shuni ham o'zini o'g'liga tushuntirib berish kerak. Beshinchisi, agar o'g'il bola yiqilib tushsa, yig'lasa, hech qachon uni orqasida yurmanglar. Mani jonim yiqilib tushdimi, orvatim bir narsa. Erkak kishi bo'lsin. Erkak kishi tarbiya bering o'g'lingizga. Oltinchisi, oxirgisi, agar siz qiz bolani malikaxon sifatida, o'g'il bolani mujik sifatida tarbiya bermoqchi bo'lsangiz, birinchi o'rin oilangizda do'st bo'ling, birga.